ertalab hozir zavtrak qilmasdan to'g'ri analiz topshirgan bo'lamiz. Yilga 6 oyga bir marta analizlar topshirish kerak. Hozir qanaqa analizlar topshiraman ko'rsataman. Eng yaqin Invitro degan laboratoriya sentri bu. Shu laboratoriya sentriga shuni har doim topshiraman. Ahrodin o'shanishtirib, chunki shu donlarni o'rtasida ahroblar chiqishadi. Topshirib chiqdi. Hamma narsa qo'yib tushdi. Narxi ham 23 ming bo'ldi. Arzon emas. Sog'liqqa qarashda o'zi arzon emas. Lekin kasal bo'lgandan keyin dunyoni rasxodini qilib, o'sha davolangancha ishlayolmay qolgandan ko'ra tikka oyoqqa ishlab, mashq qilib, picha rasxod qilib, sog'liqqa qarab yurgan ma'qulroq. Ham ishni qilaverib, ham sog'liqqa qarab zadlo. Bunda puli qimmatroq bo'lishi mumkin, endi 1-2 marta normalni bo'ladi. İşleş gerek qattiq. И все.